Qaysi holatlarda yurakni shoshilinch ravishda operatsiya qilish kerak? Qaysi holatlarda rejalashtirilgan operatsiyalarni bajarish kerak bo'ladi? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovichman. Yurakni zudlik bilan operatsiya qilinishi kerak bo'ladigan bir necha holatlar mavjud. Bulardan birinchisi yurakdan chiquvchi aorta tomirining birdaniga yorilib ketishi, qavatlanishi, ya'ni disseksiyasi. Bunaqa holatlarda aorta ravog'ini, aorta ildizini protezlash amaliyoti zudlik bilan bajariladi. Og'ir darajadagi mitral, aortal va 3 tabaqali klapanlarning yetishmovchiligi, birdaniga nafas ola olmay qolishi, ya'ni o'pka shishishi bilan kechadigan kasalliklar. Yurak xuruji bilan shifoxonaga murojaat qilinganda, stentlash amaliyoti imkoniyati bo'lmaganda, kritik holatlarda tomirlar yopiq bo'lgan holatlarda, bunaqa holatlarda aorta koronar shuntlash operatsiyalarini zudlik bilan o'tkaziladi. Yurak klapanlariga infeksiya o'tirib, uni infeksion endokardit, ya'ni klapanlarni infeksiya yeb qo'yishi natijasida yorilishi, yirtilishi yoki infeksiya koloniyalarining uzilish xavfi yuqori bo'lgan holatlarda zudlik bilan klapan protezlash amaliyoti yoki infeksiya o'chog'ini olib tashlash, sanatsiya qilish operatsiyalar bajariladi. Yokida mitral yoki aortal klapan, sun'iy klapanlarning tromboz holatlari va panus o'sib chiqadigan holatlarda, bunaqa holatlarda ham o'pka shishi va yurak yetishmovchiligi kuchayishini oldini olish uchun zudlik bilan operatsiyalar bajariladi. Yurak ishemik kasalliklarining stabil stenokardiyalarida, mitral, aortal, tricuspidal klapanlarning yetishmovchiliklari va stenozlarning 3-darajalarida, aortaning anevrizma kasalliklarida rejalashtirilgan operatsiyalar bajariladi. Yurak operatsiyalarining shoshilinch yoki rejali operatsiyalarning farqi hayot bilan xavf orasidagi chegara bo'ladi. Shoshilinch operatsiyalarda daqiqalar muhim ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, biz rejali ravishdagi bajariladigan operatsiyalarimizda asoratlarni oldini olish uchun xirurgik davo qilamiz. Agarda sizga yurak operatsiyalari haqida bundan-da qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, like bosing va sahifalarimga obuna bo'ling.